Bir yigit aytadi, bolalik paytimda deydi, 8 yoshar paytini aytyapti. Dadam deydi, meni maktabga olib bordi. Birinchi kuni maktabdan shu yo'lda yuziga o'tib aytgan bir gap hali qulog'imda. Bolam, mana shu yurtda seni ustozlaring yashaydi. Sen shu yurtdan nimani o'rgansang, hayotda shunaqa inson bo'lasan. Men o'sha kuni deydi, birinchi soat o'tgandan so'ng ustoz uyga javob berganda, yo'lda bo'yiga chiqsam, otam deydi, eski velosipedi bo'lardi. Yo'lda narigi yuzda meni kutib turgani haligidek esimda. Oldilariga o'tib, dada hali ketmabsiz. Men chiqishimni kutib o'tirdingizmi? Yo bir qizg'ondingizmi meni desam, bolam, bugun kelishing, yangi joyga kelding. Birov seni turtmasin, so'kmasin deb ozgina kutib o'tirgim keldi. Xafa bo'lmaysan. Vaqt o'tib boryapti deydi, maktabdan borardim, men bu yaqin kirib bo'lib qolsa deydi, dadam koyirdilar. Bolam, pokiza yurgin. Pokizalikda Alloh sevadi, Alloh yaxshi ko'radi. Yaxshisi ham, yomoni ham bizga keladi derdi. Hamma ila dada dedim. Bir kuni do'stlarim bilan deydi, 8-yo 7-sinfda bo'lgan voqeani aytayapti. Ko'chada ovqatlanib uyga borsak, onam shu vara qilgan ekanlar deydi. Shuni yemay kutib o'tirgan ekanda. Endi kamerani to'xtatib turamiz. Endi aytayaptiki, men uyga kirdim, qornim to'q. Onam shu varani meni bilan yeyman deb kutib o'tirgan onam deydi. Qani ke bo'lam deb shuni shu varani solib olib keldilar. Men notavon deydi o'shanda. Ona meni qornim to'q, sizlar bemalol, men ozgina charchadim, dam olaman deb kirib ketib turdim. Dadam so'kdilar. Bolam, mana shu onang ertalabdan kechgacha mehnat qilib sana uchun ovqat qildi. Ko'chada ovqatlanmagin. Ko'chami men xalqimni buzib qo'yar ekanda, ko'chada ovqat. Uyda ovqatlan